qilgan reklamalarim orasida eng giganti menimcha shu bo'lsa kerak. 20 ming gektarga yangi Toshkent loyihasi qurilyapti. Tushunishingiz uchun Toshkent shahrimiz 43 ming gektarga joylashgan. Yana qo'shimcha 20 ming gektar, ya'ni 63 ming gektar bo'lishi kutilyapti. Birinchi etaplari 6 ming gektarga 600 mingta aholi yashash joyi qurilishi boshlandi. Buni xuddiki Dubay bilan Abu Dabiga o'xshatsa bo'ladi. Birinchi Dubay qurilgan, keyin Abu Dabi qurilgan. Tushunishingiz uchun bu yerda eng katta muzikali fontan, eng katta stadion va kommunikatsiyalarning hammasi yer ostidan, ya'ni yangi shahar bo'lgandan keyin eng zamonaviy topoviy konsepsiyada qurilyapti. Toshkent shahri bilan yangi Toshkentni bog'lovchi metro liniya, alohida metro liniyasi uje jarayonlari jadal boshlanib ketgan. Qulayliklariga keladigan bo'lsak, yashil zona qilinyapti. Chunki bilasizlar, havo ifloslanib ketdi. Hozirgi kunda yashil zonaga katta e'tibor qaratilgan. Undan tashqari, universitet, maktab, bog'cha hammasi shu shahar ichida joylashgan bo'ladi. Loyiha 100% ishonchli, chunki yangi Toshkent direksiyasi davlat nazoratida quriladi. Ya'ni hammasini bosh qoshida davlatning o'zi turadi. Eng qizig'i, siz birinchilardan bo'lib bu yerda Sharq bahori loyihasidan xonadon sotib olishingiz mumkin. 14 mingta xonadon yashash uchun mo'ljallangan va buni olish uchun auksion ilovasi orqali kirib, Sharq bahori deb yozsanglar, o'sha yerdan hamma ma'lumotlarni to'liqroq olsanglar bo'ladi. Hamma narsasi ichida, remontlari, faqatgina shundoq meblingiz bilan kirasiz, pardangizni ilasiz, yashab ketaverasiz. Bu videoni hozirning o'zidan shahar chang havosidan charchab ketgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Mana yangi Toshkent loyihasidan uy xarid qilishlari mumkin. Ertaga bu joylarning narxi uje boshqacha bo'lib ketadi. Yana ham to'liqroq ma'lumotni mana shu raqamlardan olishingiz mumkin bo'ladi.